Shu o'rinda respublikamizda birinchi marta taqsimlash elektr tarmoqlarini xususiy sektor boshqaruvchilariga elektr tarmoqlariga investitsiya kiritish sharti bilan berish amaliyoti Samarqandda joriy etilmoqda. Xalqaro tender natijalariga ko'ra Turkiyaning Aksa Elektrik kompaniyasi g'olib deb topilgan. Aksa Elektrik için gurur ve sorumluluk taşıyan yeni bir döneme başlıyoruz. Biz Aksa Elektrik uchun faxr va mas'uliyatni o'zida mujassam etgan yangi bosqichni boshlamoqdamiz. Janob Prezident tashabbusi bilan Samarqand viloyatining elektr energiyasini taqsimlash xizmatini o'z zimmamizga olish biz uchun katta sharafdir. Ushbu jarayonga hissa qo'shgan barcha davlat tashkilotlari va mahalliy hamkorlarga bizga bildirilgan yuksak ishonch uchun minnatdorlik bildiramiz. So'nggi yillarda O'zbekiston energetika sohasida katta transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Muhtaram Prezident Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida amalga oshirilayotgan modernizatsiya ishlari va islohotlar energetika sohasini yangilab, xususiy sektor uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi uzoq yillik do'stlik, shuningdek, ikki davlat rahbarlarining yaqin va samimiy munosabatlari energetika sohasidagi hamkorligimiz uchun mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Biz ushbu kuchli hamkorlikning bir qismi ekanligimizdan mamnunmiz. Barcha loyihalarimizda mahalliy mutaxassislar va mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilishga, shuningdek, mahalliy iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shishga katta ahamiyat beramiz. Ushbu islohotlar jarayoni doirasida Aksa Group 2020-yildan buyon O'zbekiston energetika sohasiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Toshkent, Buxoro va Talimarjondagi elektr stansiyalarimiz orqali umumiy o'rnatilgan quvvatimiz 1220 megavatni tashkil etadi. Biz ishlab chiqarayotgan elektr energiyasi O'zbekiston aholisi va sanoat korxonalariga yetkazib berilmoqda. Bugundan boshlab esa biz ushbu hissamizni Aksa Elektrik orqali elektr energiyasini taqsimlash yo'nalishida ham davom ettiramiz. Ilg'or texnologiyalari va o'z tajribamizdan foydalangan holda elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilamiz hamda taqsimlash infratuzilmasini mustahkamlaymiz. Bugun energetika islohotlarining yangi mezoni faqat qancha ishlab chiqarildi emas, balki qancha tejaldi, qancha yo'qotishning oldi olindi va qancha resurs samarali boshqarildi. Asosiy savol ana shu. Chunki elektr va gaz ta'minotining kelajagi faqat stansiya, podstansiya yoki quvurlarda emas, u xonadondagi hisoblagichdan boshlanadi. Quvvatni ko'paytirish taraqqiyotning bir tomoni, resursni asrash esa uning ikkinchi tomoni. Ikkalasi uyg'unlashgandagina energetikada haqiqiy barqarorlik ta'minlanadi.